Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turgandan bag'oyatda xursandman. Sizlar ham meni ko'rganlardan bag'oyatda xursandsilar. Chunki Aslanboy YouTube kanalida oxirgi marta 610 mingta bo'lganimizda video chiqqan. U videoga 2,5 yil bo'ldi. 2,5 yildan beri bizning YouTube kanalimizda video chiqmagan va mana bugun yangi streamxonada yoz hali kelmadi, yoz kelishiga 3 kun bor, lekin yoz kelishidan oldin men o'zim kiyardim. Sizlar bilan bugun open case qilamiz. Endi 2,5 yildan keyin bilmadim, open case ko'rmaydigan odamda o'zi bo'lmasa kerak. Boshqalarni ko'rmasalarni ham palibon menikini ko'rasizlar, chunki Aslanboy plus 2,5 yildan beri video g'oz. Chekkanimni qo'yib yuborsam 1,5-2 million video prosmotr bo'ladi, chunki YouTube kanalimizga 2,5 yildan beri video qo'ymadik. Yo'qida 2,5 yildan beri video qo'ymaganimiz uchun aktivimiz onasinikka kirib ketgan bo'ladi. Shuning uchun hammasi sizlarga bog'liq. Like'larni bosinglar, videodan oldin maksimal podдержка qilinglar, chunki dadajon yana qaytdi. Bundan beriga bilmadim, bir oyda qaytib 1-3 ta video qo'ysam kerak. Shuning uchun hozirdan like'larni bosib qo'yinglar. Hozirdan hamma narsani qizartirib, kalakolchik, malakolchik hammasini bosib tashlaylar. Nimani open case qilasiz desalarni, agar bizda 24400 UC bor, 24400 UC ga sizlar bilan birga meni o'zimga yoqaydigan AUG bor mana bu yerda. AUGni qaytarishgan. Bu AUG oldin kelgan, lekin buni qaytarishdi. Adashmasam, eshitishim bo'yicha. Uni ham men bu yerdan tushirib bo'lmasa ekan, uni faqat men bu obmendan olsa bo'lar ekan. Shuning uchun bizga men bu nima moyakni umuman qizig'i yo'q. Biz bu yerda tushib qolsa ham xursand bo'lamiz, lekin AUGni tushirsak hayotimiz juda ham yurishib ketadi. Shuning uchun like-ni bos, yibanlar. Nixuya so'ylar. Birinchi untalik boshlaylikmi qani? Yoki olmaymikan, ha? Yoki shunday o'tiraveraymikan? Aslida vising reklamasi. Mana-ku reklama esimga tushib qoldi-ku. Hatto reklama qilishim ham shart emas, chunki o'zlaring ham pastda ko'rib turibsizlar. Bu katta narsani даже ko'r odam ham ko'rsa kerak, jaloni tishili ochkilarida. Net. Shuning uchun gapirmay qo'yaveraman. Unda biz birinchi bo'lib boshladik. Bilasizlar, omadim slishkim kuchli, slishkim omadli bo'laman. Hozir ochaman. 4,5 ming UC'larga o'jani gavnoni tushirib qo'ysam kerak. M1 mo'yak. Nima qop? Gon o'rniga qop. Shunaqasi bo'lganmi hech hayotlaringda? Menigida bo'ldi. Tak, birinchi untalik go. Birinchi untalikdan tushib ketsa endi men bilmadim. Deb turdim, bu yerda qo'ttag'am tushmadi, yo'q, ha? Bilan hech bo'la tushmadi. Ikkinchi untalik ham mayli ketdi. Nima tushdi? Hayır. Ne? Ooo! Qayishga xursand bo'lmaymiz, chunki qayishga umuman qiziq emas. To'g'risini aytgandan, taktika esimga tushib qoldi. Endi bilmayman, hozirgilarni vaqtida qanaqa-yu, bizda dinozavrlar vaqtida inventarga kirib, Viktorni qo'yib, qo'liga dip ushlatib, PUBG'ni rahmi keladi-da, PUBG menga beradi-da deb kimligida ko'rgan? Kardinalligida ko'rganman. PUBG bizlarga hozir beradi yoki adashayotgan bo'lishi mumkin. Yana kardinalda hit qilib tashamaylar. Biz ko'rganman-da shunaqa video, shunaqa qilamiz, beradi deydi-ki, maksimum keyin og'ziga beradi. Tashda 3-untalimiz ham go mana. Nima tushdi? Bu nimani 3x hozir? Yur! Bu mani hozir avgosa bo'ladigan monetammi? Da. Aytibman-ku, hozir mana udachamiz 5 ga tushib ketdi, lekin biz yana tushiramiz hozir. Sanayim kelmayapti, to'g'risi, hozir 4,5 ming yutdimmi? 19,900 gacha, lekin men tushiraman uni. S1 mo'yak. M1 mo'yak, bunda S1 mo'yak bunda. Shu hayotimizda o'zgarish yo'q. Nimagadir hech bola tushmayapti bizga. Bunday qilib bosib qo'y. Billahi, suka, o'xshamay qoldi. Edit uchun ishlamoqchi edim. Bitta bosib qo'yib, tushirib qo'ymoqchi edim, lekin tushmay qoldi. Bu nima? Populyarni moshinchalar berib yotdi-ku. Bu jalab yibani PUBG. Ay. Yoki M1 garanti o'zi tushish kerak, yoki men bundan 3 ta yil qo'yishim kerak. 3 tamida uning narxi muzab? Shunaqa bo'lsa kerak, kirib ko'ring. Kirib ko'ring. 3 ta ekan narx. Tak, bizda jallab 2 ta untalik ochalar ekanman. 2 ta untaliklarni ham tushirib qo'yaveramiz, esli shto. Ultimate tushgani yaxshi, keyin 6 ta-da chunki. Cho'ta oxirgisi qoldi, 100-si. Go mana bitta bosdik. Yo'qqa bos. Hech bola tushgani yo'q. Uzr. Shuna vahimali qilib turaman ozgina. U mayli, bo'lib turadi. Tushmadi. Bizda glavniy berdi AUG. Qo'lim bosilib ketdi. Yuraklarim og'riyapti. Bilay! Mana ko'rdlaringmi jallab? Yuragim og'rib ketdi deb bunday qilgandim. Yuragim tomonni silagandim. PUBG bu narsani eshitib menga jallab S1 mo'yakni berib yubordi-yu, M1 garanti. Endi
endi aytganimdan sal o'tib ketdi-yu, zato tushdi-yu, naxo'y. Plus 2 ta monetam bor hozir. Hozir yana ochaman, bir 30 ta ochganimdan keyin qizil moneta ham tushadi. Uje open case qilishda naxo'y keragi yo'q. Tushundilaringmi? Uje naxo'y 24 ming yuzi bizga umuman kerak emas. Yoki 15 ming yuzigacha yana bir marta tushirib qo'yaylik men birgadan. Tushirib qo'yram. Ungacha men sizlarga hozir men bu sizlar web kamerada ko'rib, aslan boy stream onasi juda ham xuyov ekan deb o'ylashlaring mumkin, chunki men bu taraf juda xuyov hech balo yo'q. Men sizlarga bu tomondan ko'rsataman. Kameramiz buzilib qolmasa. Hop. Men bu yerdan anaqa men bu yerga keyinchalik televizorga qo'yaman. Chapga buraman, chunki hozir chapga bursam kamera o'zidan-o'zi onasiga kirib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir sizlar bilan birga open case'imizda davom ettiramiz. Qani go mana. Ekran qolib ketdi. Yo! Ha, bo'ldi. Yaxshi vaqtliroq aytdingiz yer. Mana. Hech balo tushmadi, buning qizig'i yo'q. Aka, PUBG ga qaytib endi faqat video qo'ydingizmi sizlaring? Yo'q. Sizlar hozir shunda YouTube kanaliga kirasizlar. Mana shu videoda bunday chiqasizlar, translyatsiyaga bossalaring, men stream qilib o'tirgan bo'laman. Tak что naqo'y like'larni bosinglar. Endi bundan beriga naqo'y yozda bir 2 million qila olmasam, bir 1 million 900 minglar yig'ib qo'ysam kerak. Tak что hozirdan like'ni, podpiskani bosinglar, plus eng zo'r akkaunt qayerda deb sizlar o'ylanishlaring mumkin. Mana maktabda vaqtlaring bo'lmasdi, boshqa bo'lmasdi. Endi целый день bo'shsizlar. Qanday akkaunt olsa bo'ladi, qayerdan akkaunt olsa bo'ladi, zo'r akkauntda o'ynayam kelibsizlaring, Rent Proga murojaat qilasizlar. Любой turdagi akkaunt bor. 10 milliard dollardan 100 so'mgacha har xil akkauntlar bor. Kirdilaring, yozdilaring, uni akkaunt kerakdilaring. Agar 24 soatga olsalaring, sizlar bilan birga bir o'zim tida ham o'ynab qo'yaman, chunki hozir juda ham kuchliman. Shanba, yakshanba kunlar davut olsalaring, unda ham sizlar bilan yakkama-yakka tida ham o'ynab qo'yaman. Tak что meni YouTube reys qilmoqchi bo'lganlar bemalol rentimizdan akkaunt olinglar. Bir tomondan minus bo'lsa ham yutqizsam, bir tomondan plyus topasiz. Так что бар мою томма. Go keyingisi. Hayotim Lucky'dan boradi desam bo'ladi, lekin haqiqatan hayotim Lucky'dan boradi. Realna Lucky'dan ha, garantmi voyski. Ko'p gapirib unda. Hazillashdim, jigarli Lucky'dan boradi emas ekan. O'zi PUBG ni o'zi ehson qo'yardan o. Bunday suya ber. Keladi. Shunday otda tifat bor yine yalnızki. Hozir 8000 yuziga hamma bizga kerak narsalarni tushirdik-da, to'g'rimi? Monetkamiz ham 4 ta o'zi. Men bu yerda 160 ta. 5 ta monetka. Omad juda kuchli-da. Chosizlarmi? Omad juda kuchli. Hammasiga ochib yuboraveraylikmi, jigar? Ha. To'xtang, esimdan chiqib ketibdi-yu. Hozir. Mana bunday qilinardi. Mana. Qarangda, hozir bizlargacha 30 yuziga ochamiz, bizlarga juda ajoyib skin beradi. Qani edi bizniki esimiz? Qaranglar, hozir juda zo'r skin beradi. Uy! Demoqchi edim, hech bo'lib bermadi. Propsi bilan ochib qo'ying. Props bilan a? Da. Mana qo'y. Arqa Zaynabda. Mana. Yana ikkita o'chaylik qan? Normal. Qarang. Materiallar ham berib bordi-yu. Hozir 4 ta ochaman props bilan. Agar 4 tada ham hech balo tushmasa, open gaze video chiqarmayman. Agar 4 tada tushsa, har bitta ko'rgan odam like bosish kerak bo'ladi. Chek. Props bilan 4 ta ochaman hozir. Bo'ldi o'zi. Yo, bu mana endi bir boshlandi. Siz işte bilmaganda uchun buyur edi. Amrini oxirigacha like bosib o'tib ketazanlar, basharingga qo'tamiz allan. Mendaqa omadlisi bo'lmasa kerak bu dunyoda, bile. Hayot haqiqatan slishkim lakirmadi. Mana yana 3 ta ochaman, yana tushadi. Chek, juda ham tezlik bilan. Yo, nima tushdi ani? O'zim tushib qoldim-ki. Ay! Itlaga tushmasa endi nima tushishi mumkin? Qarang, hozir bunda X qilsam yana bitta narsa tushgan bo'ladi. Ha, yo, hazillashdim. Yana boshqatdan boshlayapti. Mana yana hozir sizlar bilan birga 3 ta ochamiz, 3 tada yana narsa tushiraman. Yana bor budimni tikdim mana. 1 mana. 2 mana. Qaranglar, 3 oxirgisi. Chek. Prosta tomoja qilinglar. 1, 2, 3.
bor budimni tikayapman, lekin baribir mana PUBG o'zi berib yotdi. Jallab, men bilmayman naxo'y. Boshqalar bilmadim, shunaqa open case qilaladimi yo'q qilalmaydi. Men gapiryapman, gapirgan vaqtim tushyapti, chunki PUBG meni eshitadi, cho'slarni. PUBG hozir men al debdi. Bu PUBG dan ketganda hozir bu birinchi marta open case video qilyapti. Hozir shunga yaxshi narsalarni beramiz, keyin PUBG ga donat qilishni boshlaydi, keyin kutiga skip pullarni yeb ichamiz deb turgan vaqti keyingi open case video bo'lmaydi-ki. PUBG'ni aldadik-ki. Voy, bo'ldi ben. Bo'ldi endi propusksiz mayli ochamiz. Sizlar birinchi baho beringlar, Instagramga o'tinglar. Agar men bu yerda hozir yaxshi streamlarni ko'rmay qolgan bo'lsalaring, Instagramga o'tsalaring, Aslanboy o'tasizlar, videoni ko'rasizlar. Keyin videoni ko'rib qaytib kelib, YouTube kommentariyasiga yozasizlar. Akajon 0 dan 10, 10 dan 0 deb. Yani 10 dan 0 yoki 0 dan 10 deb yozmanglar. Просто 0 dan nechigacha baho berasizlar, o'shani yozib qo'yinglar, 10 manda. Jigarlar. Bile hozir men monetalarga ham narsa kino tushdim, nima? Bara buyunamiga sizga nima chiqyapti? Mana bu katta materialmi? Normalni katta material. Ihson qorayim bir 5000 yuz sizlarga, ha, men qolib ketgan yuzingni. Nechta ochdi? Nechta moneta tushirdim, olib ketdi. Nechta ochdi? Kattagilarni ham oling. Nima? Hali yana 100 ta ochamanmi, nechta ochaman? Aytmoqchi, bu video qo'yilgan vaqtda stream kirsalaring, streamni ham open case qilayotgan bo'laman. Chunki yaxshi narsalarni beramiz, keyin PUBG ga donat qilishni boshlaydi, keyin kutiga skip pullarni yeb ichamiz deb turgan vaqti keyingi open case video bo'lmaydi-ki. Da. Chunki yana bitta akkaunt bor, u o'zimning akkauntim, unga realni kerak, chunki AUG yo'q. Bo'ldi endi nimadir bersangchi, oxirgi 100 larga jalab. Object. Ultimate tushmayapti deydi. Nima ultimate tushmayapti? Ha, men boya kimdir videoda ko'rdim. Ultimate ana ikkita qilichdimda chiroyli ushlab turar ekan. Ko'rganim yo'q. Hey, bermayapti. Bu garant u jallab. Garantlar qiziqa bas. Yana bitta ochib, yana bitta tushiraman, chek. Ayo, bunday qilamiz hozir. Просто yoshlikda ko'rganmiz, akalar cho'ng'islar o'rganib qolganmiz. Tak 540 ekan, 540 gacha 100 ni yediramiz. Nech qoldi? 610 bitta ochsa bo'lar ekan. Okey. Ha, bo'ldi bu. Blet, 560 deb o'ylabman xayolimda, suka. Chek. Last dance, last chance, last nima? Ey! Endi biz laboratoriyaga kiramiz. Jigarim, nima ehson qilay sizga? Ayting mana, nima olib beray sizga? O'yin kishiga ehson taqdim, ya'ni o'yin kishiga. O'sha siz bilishingiz mumkin. Materialmi yo kiyimmi? Qaysi biri? Avg qolamizda endi. Avgingiz yo'qmi? Yo'q. Avgimiz yo'q ekanki. Tarararam. Congratulations. Tak. Avgni kuchaytirib qo'yaylikmi yo'qmi jigar? Da, kuchaytiramiz. Material olib qo'yaylikmi? Va material olish kerak hammasiga endi. Uchola, men bu yerdan sotib olaylik. Hammasiga sotib olayapman. Ha, bosing. Tak, material savdo qani? Tepasida miniatyur. Hozir 5 level qilsam kerak, ha? Like-ni bosib qo'yinglar. Boya aytgan gapim, 100 kerak bo'lsa, aslan 100. O'ynagan yaxshi akkaunt kerak bo'lsa, plus men bilan TDM o'ynamoqchi bo'lsalaring, Rent Proga murojaat qilasizlar, Aslanboy Rent. Akkaunt kerak bo'lsa, Azga murojaat qilasizlar. Qarochi hamma narsa o'zimizda bor. Beginlarga aldanmoqchi emasmisiz? Aslanboyni o'ziga aldanmoqchimisiz? Unda Aslanboyni gapiga kiringchi, yarim. Laboratoriya. Yo'q, bu yerdan kirmaydi, iltimos hozir 3 yil qidirishimga to'g'ri keladi, chunki akkauntimizda juda dahshoy narsa bor. Qani, AUG. Mana AUG. Ketdik qani laboratoriyaga. Qani kuchaytiriladi. Mana. Nima debdi? Tepasidagi, men qo'rqdim. Ha, uy bilak. Buni ashumasi yuringlarmi, tushunmay qolyapman. Ana Arjon kuchaytirish uchun yana doполнительный nimadirlar qilish kerakmi deb o'ylabman hozir. Yibani PUBG bilan.